Teşekkür arkadaşlar. Biz bu saatlik dersimizde checkbox so'zlaymiz. Andaqda biz ma'lum bir app'ga kirsak yoki ma'lum bir app'ning bir iqtidorlarini ishlatmoqchi bo'lsak, buningga bu bizniki she'rimizga kelishimnomamizga qo'shilsangiz andiki ishiltalaysiz deb mundaq bir iqtidorlar bor. Uni basqandan keyin andiki ya kunubga besildigan ya betatlaydigan bir ishlar bo'ldi. Undaqda biz shuni basqan tanlagandan keyin andan keyin kunubga besilib betatlaydigan mandaq bir iqtidorni bir hozirlab ko'rib baqilay. Undaqda men bu yerga oldidan 3 narsa chiqdi. Buni men sizib ko'rsatay. Maya bo'lsa titles bo'ldi. Andan mayaga mazmun chiqdi. Andan maya bo'lsa mayaga bir tal kunib qo'ymiz. Andan mayaga bir tal yoki mayaga bir tal ashtaq bir şeyini checkbox'dan birini ishlatib mayaga buningga buni tanlagandagi andan keyin kunubga besildigan andan betatlaydigan mandaq bir iqtidorni hozirlab ko'rib baqilay. Undaqda men bir tal relate-laydan birini izolay. Buniki kengligi to'shib chiqsin, mazmuni qarab chiqsin. Bu mazmuni topsi 60 dB bo'lsin. Bu title so'g'andan keyin 60 dB deb yozdim. Andin buning ichiga bir tal aldılan bunu Android backgrounds'ni biz maqul rangda qilaylik. Andin Android buningga yana buniki ichidagi mazmun o'ttirsiz chiqsin. Undaqda Gravity Center qildim. Andan keyin bu ichiga bir tal tekstiyo birini qo'yaylik. Undaqda tekstiyo andaqda ichidagi mazmunni qarab chiqsin. Andaqda tekstni yonxo shiyon şeyi deb qo'yay ismini. Andin buni tekst rengi oq bo'lsin. Text color'si oq bo'lsin. Andin bunun text size'i text size'i 22 dB bo'lsin. Andin buningki buningki asas jihatdan topsini chiqarib oldik biz hozir mana. Ko'rganimizdek telefon chiqsima musholat chiqdi. Andaqda biz yana bu relate light'ga ID beraylik. Chunki bu baş relate light baş light'si relate light bo'lgandan keyin bu BBC beqinib chiqdi. Bir-birisini ID'sini ishlatib turib ast ustiga qilib belgilaymiz. Andaqda RL1 dey buni. Andin mayaga bir tal relate light'dan birini quray. Relate light andin buningki kengligi to'shib chiqsin. Andin buningki yana mau igiz bakaligi ichidagi mazmuni buningki 100 dB bo'lib tursin. Buni o'ng'ishib olamiz. Andaqda bu hozircha shunday bo'lib tursin. Andin buni eng ostiga tushiraylik. Andin light margin olganda bir xosqi bor. Light olganda bir xosqi bor. Olgan parametr button deganni qilib buni tanlab tushirib qo'ysak tahdid tushidi. Tahdid tushgandan keyin buning ichiga biz bir tal checkbox'dan birini qo'yaylik.
Anda bu checkbox'a ichidagi mazmuni qarab chiqsin, bu shundoq bo'lsin egizganligi. Andin bu checkboxning tekstini wo tongyi deb qo'yay. Andin bu text size'ni biz 18 dB qilib belgilaylik. 16 bo'lsin. Andin biz buni biz buni o'ttirib to'g'rilaylik. Layout center horizontal deb 3 bor. Biz bunun birincisini tanlab shu qo'yaylik. O'ttirib keldi. Anaqda biz astığı bir tal botton qo'yaylik. Anaqda bunun bir tal ID bir o'taylik. Çünkü bu layout'ning ichida bo'lganki bir-birisiga beqanda emasmi? Check tablam qo'yay. Andin biz bu yerga bir tal bottondan birini qo'yaylik. Bottonsi push chiqsin, ma'o nimisi. Kanki egizlikma egizligi mazmuni qarab kompyuter qilib chiqaraylik. Andaqda biz buni checkbox'ni ostiga tashlashimiz kerak. Andaqda check ostiga tushsin. Andin biz yana mani endi ichidagi mazmuni qarab chiqsin deylik. Andin buningki andin bu bottoniki teksti olsa shading bo'lsin. Shading andaqda biz bunu text size'ni 20 qilaylik. 20 dB bo'lsin. Andaqda biz bunu so'ng tarafdan o'ng tarafdanma azroq ma'qul etaylik, chunki bu chiroyliroq chiqish uchun shunday qilib turaylik. Layout margin ringheadsni 10 dB qilib azroq o'ng tarafdan ma'qul etay. Endi so'ng tarafdanma layout margin left'sini so'ng tarafdanma azroq ma'qul etib, andin ostidanma azroq ko'tarilsin. Margin bottonsidan 10 dB ko'tarilsin. Andin bu buningki yana hozir asos chatdan buni yozib oldik. Andaqda biz o'ttirsini yozaylik. Biz yana bir tal right light'dan birini qurib buningki mazmuni kangliki tush chiqsin. Andin nimisma ma'o egizligi tush chiqsin. Andaqda biz buni andaqda biz buningki ma'o right light bilan birinin astida right light 2'nin töpsüde tutsun. Andaqda layout topsini layout argen topsini bu right light birinin astida bu ameskene layout bluesini light birinin astida tutsun. Andin layout alusini abulusini ma'o töpsi degan gap. Töpsi unda qo'sa light 2'ga de ID vermemdiqa. Light 2'ga light 2 deb ma ikkinchi light'qa ID vermemdiq. ID'si RL2 bo'lsin. Andaqda biz yani
ikkiga o'zgartiraylik. Andaqda bu ma'ning relate light 1ning to'psida relate light 2ning to'psida relate light 1ning ostida relate light 2ning to'psida turdi. Andaqda biz bunun ichiga bir tal tekst qo'yib mazmunni shu yerga yozaylik. Relate light bununga mazmuni qarab chiqsin. Andaqda bu mazmuni qarab chiqsin egizganlikka. Andikin buniki so'ng tarafdan azroq mavjudayli 5 dB'din. Andaqda margin ring'e 5 dB mavjudayli. Andaqda biz buniki margin topsidimma azroq margin o'ttunsidimma to'pisiga tahtiga azroq tushsin bu margin topsidan azroq tahtiga tushdi. Andin bu yine mushtaq tug'ay. Andin bu asos jihatdan biz chiqarib bo'ldi. Andikin Android tekstni men tordan bir küçürüplam elip çaplap koyay. Anata biz hazır asos jihatdan ko'rimizni chiqarib oldik. Andaqda Android deb yazay. Andin bu Android'nin tushuntirilishini Apple'am qo'yib qo'yaylik bununga. Çünkü biz Android ders so'zlayapmiz emasmi hozir. Andaqda mishadan boshlab shekaycha buni küçürüp text view 3. relate text diyor mazmun o'tir. Shunga qo'yay. Bu kichik bo'lib qoldi ya. Biz yeni bir ishni qilmabdik. Chunki bu mazmun avvalman küçülteli. Çünkü bu şeyi degan xil jihlam bo'lgan narsa. Shuning uchun biz bununla cık küçürüp andın biz bunu sorguyunun içi elip sıyrıldığan kılaylı mazmun patımız sıyrıldığan kılıp sorguyu bununki kanlikki tuşup çıkkay ilgizlikime tuşup çıkkay andın bunun içige kuyuteli bunu bunun bunun içige andın yani birisi de sirgenç adama kaltığı çıkadamaz mıyım da bu kaltığının yüzüne biz elbiteyli bunu elbit için soruk barısını bunu note yani nal kılıp etsek lan bu bununki manimiz yo'qolib ketdi. Hozir ko'rdinglar yo'qolib ketdi bu sersek mi chiqmaydi. Chiroyli bir ko'rinimizni chiqarib oldik. Qandaqda biz miyaga bottunsini chiroyli bir bezayli. Andaqda biz yana bir ish ma checkboxniki ma checkboxniki ma bottunsini qandaq o'zgartimiz desanglar buniki bottun deb bosgandan keyin bu bottun chiqadi.
buniki botun chiqqandan keyin buni nol qilib elivetsanglar bo'ldi yoki mani tanlab buniki ma'lum bir ishlarni o'zgartib ko'rib baqsanglar bo'ldi. Biz bu botun bilan pek chelishib ketmaylik. Bu xalqni bir qadar ko'rib olgan ko'zanglar qilib ketaylaysizlar. Andaqda biz bunu işiltip bir şeyi cemiyen yasap körümüz andaqda biz biz bottunsiga azroq o'zgartish kirgizib buni chiroyli bir qilaylik. Andaqda driverning ichidan selektordan birini quraylik. Bu selektör emas, Şabe'de bir xalqı var. Mushni bu botnosini sal yumaloq bir xil chiroyli chiqiraylik. Hozir bu holatda bo'lsa bu 4 qirliq chaslam chiqib qoldi. Unda bu BT deb qo'yay. Andin buningki BMG'de bir xasqı bulduğun mana grad intde bir xasqı var. Buningki radios solid color buningki colorsi bu colors'ın beğenmeli. Biz aldıda Qasında bir radyosta bir xasqı var. Radios konresinin içidim diye amine konresinin içidke. Radyosun başqa dikken bununki bunun xas nimbesanlar buldu. Andaqda biz bununla color solidnin içinden bunun color verip çıqıraylı. Andaqda biz aldıda besilmagan aletki yani bu moran alette bunun virtual color'unu içi kirip color belgileyle andaqda color nemsi BT false day andaqda otursa color'unu yazımız andaqda 9'un bahçe koyup bolda 9'un altını yazdım. Andaqda BT'nin içi kirip bu hazırda yazgan color'ımızın görsüp BT color false bu bunda çıktı ana dikken bununla bu hazır besilme aleti talanma aletki botunun rengi ya andaqda bu radyosuga 5 dB qıpıraylı 5 dB qımal 10 dB qıpıraylı bu farqlanıp turuş için andaqda biz bunu yep üteyli andın bunu küçülbeklep yeni birisi quray BT2 de birini quray bununki buma şabe olsun andın bunu küçülüp bu yap koygan dikken colors kirip biz moran talangan dikken maqıl rangda çıksın andaqda biz bunu yine artık color verip oldumayla BT2 kirip maş color'dan özünden bir qo'yayli maqıl talangan dikken maqıl çıksın andaqda biz bununla botunga bu hazır yazılan kodumuzni stylistimizni qandaq birimiz degan chog'da buniki Android background qılam bir veste kupaya buniki tanlanma holatda botun false bo'lsin ama andın buniki qaraganda ma'lum ishlamabdi da mandaq yep yutay buni qo'sh qilib hazır bu yer görünmese yer çıkıp qala. Andaqda biz hazır bunu bir bolduq. Andaqda minus city kirib biz hazır bulan eniqdaylı eniqilgan chog'da private deb muşundalam işiltib başqa javalıda
Bunu işiltip yani yuchuq qilib qolmaslik uchun mushundoq qildim. Aniqda biz oldida checkboxni aniqlaylik. Checkbox check deb qo'yay. Check deb qo'ydim. Andin private buttonsni BT deb qo'yay. Aniqda bu chiqdi. Yani bir ish ma'lum loyiha kirib bir tal loyiha quraylik bununla. Light olsun. Andın bununki nemisi welcome olsun. Aniqda biz bunu bu şehrimizge qo'shilgan ekan, kunupga besilgan kelgan ekan, andan keyin buningga atlab birdigan mandaq bir qilaylik. Undaqda buning ichiga tekst deb talgan ekan, buningki bir tal text view'dan birini qo'yib, mazmuni qarab chiqsin, ana text olsa qo'yingganing olsun. Andın bununki oturgarak doğrulup çıksın. Ondakta Graph Design Center andın bu text'ninki Android text size bununki 30 dep çıksın. Ondakta Android text color'sı biz maqullarını qilaylik. Andın Android text styles'ni biz tom qilaylik. Andikin Android text mau şablonusini mau azraq nemi tushiraylik. Andiki buniki radiosini 10 dB qilay. Andin Android XY'sini biray bunu 10 dB qilay. Andin Android voice'ni ma 10 dB qilay. Andikin tekstni ki tushadigan rangisini mushu qilayman. Bu emasga. Tekstni ma qizil bir xil rangda tushsin. Undaqda biz bu hozir tushmaydi shunda ama biz buningga sal kichikiltib bir baqaylik. Mana elib baqay. Bo'ldilar işte turaversin. El tushib qolar. Undaqda biz yana bir tal activity birini qurib buningga javobni ko'rsatib beraylik. Undaqda buningki nemisi welcome bo'lsin activity. Andikin extends app compat activity'ga varislik qilsin, jechon qilsin. Undaqda buningki on create funksiyasini foydalanib bunun 10 kreatif funksiyasından foydalanıp bu nimini ko'rsatib beraylik. Activity'ni ko'rsatib beraylik. Public 10 kreatif de basqan ekan bunu tanlaylik. Biz mavi bek artıq chiqib ketdi. Mani elbiteyli mani elbiteyli bu düzeldi. Andaqda biz set content diye arqılıq biz bunu activitiesini ko'rsatib beraylik. Ko'rsatib beradigan activitiesini erlayot diyen welcome activity'ni ko'rsatsin. Andaqda biz yine activity kirib
Endi biz alanı aniqlab yazılı. Check then checkbox and then find diyor. By ID arqılıq diyor, ID diyor. Check dep koydukqa. Bunu bədik and then BT bu BT dep aniqlagan biz bu botonni bu yerdə ko'rsatib beraylik. Find diyor. By ID arqılıq diyor ID BT aniqda biz buniki checkninki more analytics'i set enablesi set onca deb bir xasligi bor. Mana set onca deb bu changit deb bir xasligi bor. Changit deb bu true false qiymatni oldi, rost yalan qiymat. Anda biz more analytics'da talanma holat tutsun. Bu bottunma Moran aletdə, besilmaydı aletdə inablesini set inablesini false qilib deyli. Besilmaydı alet tutsun. Andaqda biz mayadaki bir tal funksiya yazıp bunu ko'rsatib berayli. Andaqda private şu klasını içi işleydi. Public deb qo'yay. Public onsilik listener new onsilik listener deb aniqlab bunu new view biz bunu özgərlikçisi bəməbdik. Listener deb qo'yay. And then new view there ongilik listener deb basqan ekan yuqori panfani izbirdi. Andan keyin biz beşten birini qo'yib o'taylik. And then biz hüküm qılaylı if agar buningki bu agar mau checkbox tanlanıp qalsa checkning is changitsi bu true bo'lgan chog'da bir ish qildi va bu if else degan. Else bo'lib qolsa bu shartga uyg'un kelmagan bir ishni qilib turdi. If bo'lsa shartga uyg'un kelganda ya'ni mayadagi qiymat true qaytganda andikin bir ishni qildi. Naqta mayadagi true false ikki qiymat qarab qilib bir ishni qilib turdi. Andaqda biz mayaga avu tanlangan bo'lib qolib qolsa mau tanlangan bo'lib qolib qolsa BT'ning biz BT'nin set enablesini true qilib etgandan keyin hamda BT'ninki set onsilik listenersini av betga atlaydan qilib beraylik. Andaqda biz bu yerga internetning birini aniqlab internet new internet deb yozgandan keyin andikin biz buningki nereden nereye bardı şunu ko'rsatsak bo'ldi. Buningdan welcome yan klassga borsin. Andikin internet start activity bu bivas yazımız arası start activity deb bergandan internetni ko'rsatib beramiz. Andikin bu şeyi faqat bir qatamla imzolaydigan narsa bo'lgandan keyin bir qatam qilgandan keyin yana qayta chiqmaslik uchun buniki buni finish activity qilib yetishimiz kerak. Bu yerdan bu activity qaytib ketishi kerak.
finish activity deb bir xasqa bor. Activity finish mi diyor? Activity bu internet diyen finish biz bununla hazır çıkan ne finish nişaydıl finish qıpmada 100 TL bo'ldi. Andin bu yerdan qaytib ketsin dedim. Andin mavundaydı. Ifni var şu iki. Hatta elis undaq bo'lmay qolsa buningki maya tanlanıp yeni tanlanıp yeni elevitip qilib qolsa ayın işlemez konopkin işlemez bo'lish kerak. Andaqda biz buningki botduniki set inables force qilib etdim. Yeni bir iş bu tanlanıp bo'lganda yeni bir narsa botduniki morinsiga oyun bir bolduq. Andaqda tanlangandan keyin set backgroundsiga biz oyamqi biz yozgan selektör şapi degan bir XML'ni ko'rsatib beraylik. Andaqda BT2 deb birini yozgan. Bu chiqmadi qo'y. Bu ID bo'lib qolibdi ha. Erdier driver deb bu Zviyanning o'zini ko'rsatmagandan keyin BT2 deb buni ko'rsatmasak bo'ldi. Biz assistentdan hazır yezib tugatdik. Günümüzme tuluk çıkırıp olduk. Yeni bir iş o bottunniki bottunun xetinin rengini akıl eteli tekst kalorisini qilib etdim ahvolsin. Andaqda biz manikini alayt farqlanib turish uchun checkboxnikini xetini qizil mayl bilxiranliq qo'yay tekst kalorisi şunu tutsun şey bo'lgan qalayda ko'zgacha qilib tutsin. Andaqda biz buni yuqorqida kodini yozib boldik. Ders vaqtini yarım saat qo'yib qo'yibdi. Biz buni vaqtida ijro qilib keyingi darsni kutaylik. Biz buni ijro qilib ko'raylik. Ma ovqat faqat 3 kun ishiltalaysiz deb men ahmoq qildim edi. Ben to'xtatib mau Uzmani qayta qo'yib açay. Bu monitor qo'shiladi. Mening kompyuterim monitorning o'zini qachirsam o'tgan ko'rganlar bak qaytib oldi. Shu üzerine telefonda ekranni ko'rindirib Android Studio pivas ijro qilib üzerine telefon monitor qilib ishlatyapman mana. Undaqda biz buni ijro qilaylik.
tunji qadam ijro qilishi bizning oquslar buniki her bir narsalarni qaytib bo'laqlaydi. Bu yerda nima xatolik yuz berganda? Tekstiyoniki bir yerlerden çatak çıktı da. Ben ev tip durayla. Benim ev tip durayla. Neyim bu? Ben bizim to iz boğanca bu hatalık çıkıvaldı ya. Bu uqsa bunda hatalık bu Android Studio 2 tanışıgına hatalık bu herkes bir üzümüz yazgan kodik hatalık emas. Cevabı da full kavda ID. Bunun ID'lerini özgürtüp koyup bakayla andaqda. ID'yi tapamagan bolsa. Buniki checkbox 2 checkbox 1 de bu yay öndün bu butonun ID'si bu butonun ID'si Android ID buton ID emetqe BT1 de biri. Hatta biz bu ID'ler tuzulup ketdi andaqda biz bunun ID'lerini saq-saq ko'rsatib beraylik. Bu ma endi icra qilsak bo'ldi endi. Önce olsun. Mana bizim yazgan görünümüzün şu moran alette bu besilmaydı hiç qandaq önüm yok bununda. Basqandan so'ragiyonum ma'lum kaltigen chiqamdoq bizning yerimiz mushu. Bununla qo'shilgan ekan yana besilmaydi bu. Biz yani bir iş qapdı, bir iş qapdı. Manınğa checkbox'ning set changi selektirsiga listelerini bemepdik. Mani çürütey. Bunu set listener qilamiz. Set konskilik listener deb bersak bo'ldi. Endi to'g'ri bo'ldi. Endi bir buni ijro qilib ko'raylik. Mine biz hazır bulduk. Hatta biz bunu to'g'ri qilsak bu rang o'zgardi. Mayadagi rang A'ning rangine chanishib qoldi. Rang o'zgardi. Bunu tanlanmaganchada yana bir xil rang chiqdi. Tanlanganchada bir xil rang chiqdi. Unda da bunu tanlanmaganchada bassak hech qanday o'zgarish yo'q. Bet atılmaydi degan gap. Bunu tanlaganchada rang yana bir xil tanlanmaganchada bir xil to'q chiqdi. Tanlaganchada bunday chiqdi. Bunu tanlagandan keyin basgandan keyin çekinip kettilik emniyette biz
Ne 12'lik kılıçlar biz manga saptimningçe aşını bir ayrım internet ayrım dersi kılmış şu çağda texin bilen sözlerimiz internet betlara uçuramlaştırılgan bir okat demdi. Hazır bunu tanıgan dikken yeni çekmek gitti. Anda da biz bunun hatalıkının ne etkiligini karap bakaylı. Ne dedi sana del muşiyedi. Çünkü biz bunu üyege müayene videoga beğenmedik, tizimlatmadık. Bunu biz bir bolduk hem köp bakılı. Hem hatalık yoktu. Hem hatalık çıksa menimce bu tas doğranmay kaldı. Bu hatalar çıkıp kep kalsa biz tas tostun şiltip emeli köp baksak buluyor. Anda tanımacada besilmedi. Hiç kadar özgürlük yok. Bunu tanımacada renk geldi. Andım bassak koyun guanil dep bet atıldı. Unda da bizim dersimiz müşahede ahırlaştı. Keyingi saatlik derste dikkat kılgaysızlar.